Assalomu alaykum. Kanalimiz grupamiz obunachilari hammalarga bugungi kun xayrli hamda barakatli bo'lsin. Bugun Xudo xolasa Farg'ona viloyati Quva tumani Akbarobod qishlog'i Yuziya mahallasida uy topib qo'yganmiz. Jami yer maydoni 20 sotik deyishyapti. 10 sotik uyning o'rnida. Mana ko'chada terelar bor. Terelar ham shu ko'cha ashitgacha u odamga o'tib ketadi. Suv drenaj, gaz, suv, svet muammo yo'q. Dokumentdan ham muammo yo'q. Shuni obzorini qilib beramiz. Mana uylarda Xudo xolasa mana kirib ko'raylik. Mana bu yerda bitgan uylari bor. Bemalol kelib yashasalar, 3 xona bitmagani ham bor. Mana ko'ringlar. Ko'ringlar, mana svet tushirishgan yo'q ekan, endi Xudo xolasa tayyor tortib qo'yishgan ekan. Xudo xolasa svet tushiramiz deyishyapti. Svet tushirib qo'yamiz deyapti. Naveslar mana shu yerdan tushganda naves. Xudo xolasa navesni ham ko'ringlar, mana necha metr uzunligi aka? Bu navesda. 30 metr ham deydi, ana bor. 30 metr mana shu yerda naves bor. Juda chiroyli proyektda tushgan uy. Xudo xolasa mana bitmagan 3 xona makta uylari bor. Mana 30 metr naves, ag'dan keldik, bag'da naves, mana uy. Bag'da yana ayvonli uy mana. 3 xona, birinchi xonasi, ikkinchi xonasi, mana 3-xonasi. Hisobda tayyor uy. Mana bu ham ayvonli naveslar, mana yerda olma, gilos, hamma mevadan bor deyishyapti. Mana mevalarini ko'rsatamiz. 10 sotik agarati 10 sotik yerda o'rni deyishyapti. Xudo xolasa narxlarini kelishamiz deyapti. Narxini aytingsa ham, narxini aytmay, rasm oladigan odam bo'lsa, telefon qilsa, kelib ko'rsa, uyda yo'qsa, avvalo sizlarga yo'qsin. Yo'qsa deyapti, kelishamiz deyapti. Mana naveslar. Shu 30 metr degan navesimiz mana hamma suvlar mana mana shu yerda uyning ichidan mana suv o'tyapti. Suv problema emas deyapti. Yonimizda drenaj bor deyapti. Ko'chada terelar ham u odamga o'tib ketadi mana. Mana uylar mana bitgan uy u kelib mana shu yerda yashab turib, keyin birar yil ichida aqlarni ham bitirib yuborsa bo'laveradi. Hamma yo'qlarni bitirsa bo'laveradi. Mana drenajdan ko'rsatib qo'yay mana. Mana shu yerda drenajni suvlarni qo'yaverasizlar. Gaz, suv, svet problema emas deyishyapti. Endi Xudo xolasa hamma yo'qlari joyida, agaratlari ham mana ko'chadagi terelar ham qayergacha tere, shu oxirigacha. Shu oxirigacha mana shu terelar ham shu odamga o'tib ketadi. Telefon nomerini qo'yib beramiz. Telefon qilib gaplashib, tortishib olaverasizlar. Bag'dan ko'rinishini ham uyda o'shaqqacha mana ko'rinishini ham ko'rsatib beramiz. Uzoq ona ko'rinish holatlari, proyektlari yaxshi tushgan ekan, yaxshi. Misol hamma yo'q mustahkam, puxta ishlangan. Obunachilarimizdan mana shu uy oqtarib yurganlar bo'lsa, mana shu uy tavsiya qilamiz. Yaxshi kelib ko'rib, yo'qsa egasi bilan dogovor qilib olaverasizlar. Avvalambor sizlarga yo'qsa bo'ldi. Jami 20 sotik tayyor. Bir xonasi bitgan, kelib yashasalaring bo'laveradi. Keyin sekin-sekin nari xonalarini ham bitirib olasizlar. Obuna bo'lmaganlar o'tib obuna bo'lib qo'yasizlar. Like bosib, samolyotchani uy oqtarib yurgan tanishlaringga jo'natib qo'yasizlar. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.